Ona tilimiz o'zal, har bir so'zidir go'zal. Ona tilim yashasin desang, hozirdan boshlab qo'zg'al. O'qilda o'qimadim, bahona bo'lmas bugun. O'rganish uchun yo'l ko'p, avvalo o'zing tuzal. Garchakki bugungacha ko'p bahona qildik. Xorijga zindalik qildik, atrofimizga boshqa zubonlardan mardum bor edi. Ona tilimizni o'rganolmadik, ona tilimizga yoza olmadik, ona tilimizga faoliyat qilolmadik deb ko'p bahona qildik. Va ko'rdikki, o'qilga bormay turib, o'qimay turib ham odam ona tilini yashatadi ekan. Kelingizlar, hammamiz har kun ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatimizni o'zbekcha qilaylik. Taassub bo'lmasin, tanho o'zbekcha emaski, men xo'p boshqa zubonlarga ham faoliyat qilaman, ammo bundan buyoq ta'ahud qildim o'zimgaki, har kun, har hafta, har oy, agar bo'lmasa yilga bir marta men o'z ona tilimga faoliyat qilsam, ona tilimni dunyoga tarqatsam.